Bir mahal bu talant egisining dunyosi qorong'ulik cho'midi. O'lim, azob va besim. Aslida u Oksfordning eng talantli o'quvchisi edi. Uning orzusi bo'lsa bepoyon olamga tutyapti. Uning istiqboli cheksiz porloq edi. Lekin amaliyat nemishqa shu qadar shafqatsiz. U bir mahal qayg'urish va umidsizlik ichiga petib qoladi. U doim uyida o'zi yolg'iz o'limni jakarlash nomli kuyni anglagach tuvan ovozda yig'laydi. Eng qo'rqinchlisi o'lim o'zi emas, balki o'limning yetib kelishini kutish jarayoni bo'lishi kerak. Beshingizda o'limning o'tkir xanjiri egiz pulanlagan vaqtda siz hammaga nisbatan amalsizlik his qilasiz. Bu 21 yoshga kirgan Hawkingga nisbatan nima degan rahimsizlik. Lekin qorong'ulikning bu oxirlashish vaqti bo'ladi. Mana bu halqliq paytda Jane Wald dal vaqtida paydo bo'ladi. U muloyim, oq ko'ngil, go'zal bo'lib, nihoyat tezla Hawkingni o'ziga jalb qilib oladi. Ikkisining qiziqish va havaslari o'xshash bo'lganlikdan nihoyat tezla muhabbat daryosiga g'arq bo'ladi. Bu aslida umidsizlik ichidagi Hawkingga davomli yashash uchun jasorat elib keladi. To'ydan keyin Jane hamisha atrofda qolda Hawkingning holidan xabar oladi. Kun sari ojizlab ketayotgan Hawkingni ilib har xil faoliyatlarga qatnashadi. Uningga hamroh bo'ladi, uni tushunadi va uni so'yadi. Jane Hawkingga hamroh bo'lib, uning eng mushkul bir bo'lik hayotlik musofasini besib o'tadi. Hawkingmi borgancha og'riq azobining ko'langusidan qutuladi. Hamda uning kun sari palash bo'layotgan badaniga bora-bora ko'nib, fizik ilmiga bo'lgan qizg'inligini va voz kechgili tas qolgan olamchong portlash tadqiqotini qaytadan tepib oladi. 3 yil vaqt o'tib ketdi. Hawking oldi bilan o'zida bir tibbiy mo'jiza yaratdi. Bu vaqtlarda u faqat orol harakat qila oladigan 3 tal barmoqi va ko'z olmasini ost-usti o'ng-so'l yo'tkash orqali buyruq berib, kompyuter til biriktiruvchisidan foydalanib, alohida bo'lgan kompyuter ovozi tarqata oladi. Doktorlik mazgildan boshlabla Hawking olamchong portlash nazariyasi va qo'rg'onko'r nazariyasini qo'l silib tadqiq qilishga boshlagan edi. U boshqalarning ortiqchiliklarini qabul qila oladi hamda yangi ideyalarni o'tirib qo'ya oladi. U tushunishlik so'zlar orqali 20-asrda ish eng qiyin bo'lgan olamlik tepishmoqni bizga yechib berdi. Roger Penrose tadqiq qilganga o'xshash, Hawkingmi turg'un yulduz o'zidagi ig'irlik kuchining ta'sirida yemirilgandan keyin tarayib bir zichligi inton yuqori bo'lgan kichik nuqtani hosil qiladi. Mana bu g'ayriy nuqtadan iborat. Uning ichida vaqt bo'lsa tinch. Bu g'ayriy nuqtaning bargancha kichiklishiga ergishib, uning zichligi bargancha yuqorilaydi. Eng oxirida besimga bardoshlik bera olmay portlash shakllanadi. Mana bu olamning kelib chiqishi deb qaradi. 1970-yili u qo'rg'onko'r tadqiqotiga kuch chiqarishga boshladi. Klassik qo'rg'onko'r nazariyasi har qanday modda va radiatsiyaning hammasi qo'rg'onko'rdan qochib qutula olmaydi deb qaraydi. Lekin kvant mexanikasi nazariyasining ko'rsatishicha qo'rg'onko'rga tushib ketgan uchurga yana qayta erishgili bo'ladi ekan. Mana bu ziddiyat olimlarni 40 yildan uzun vaqt qiynadi. Toki 2016-yilga kelganda Stephen Hawking va yana bir qism olimlar ondan yangi tushuncha o'tirib qo'ya oldi. Ularning tushuntirishicha, qora o'nkurga tushib ketgan zarrachaning uchur qismi qora o'nkurning ko'rish sizig'iga joylashgan zarracha tarafidan tashkil qilingan yumshoq choch deb atalgan tuzilma tarafidan asarlanadi. Bu uchurlar yo'qolib ketmaydi, lekin uni asliga qaytarish va yeshish nihoyat tez. Hawking 1974-yili Oksforddagi kosmologiya yig'indida qora o'nkurning gravikidagi zarrachaning qora o'nkurdan qochib qutulishi nihoyat mumkin. Qora o'nkur o'zimi parga aylanish shaklida zarracha tarqata oladi. Oxirida qora o'nkurmi yo'qolib ketishi mumkin deb o'tirib qo'ygan edi. Mana bu donliq Hawking radiatsiyasi nazariyasi. Bu xil qarash kishilarni hayron qoldirdi. Fizik ilmidagi uzun bo'lgan tonishni gumron qildi. Hatto o'z vaqtida nihoyat oz kishilarla Hawkingning nazariyasini tushuna olgan bo'lsa-mu, lekin amaliyotda dal Hawking fizik sohasidagi uzun mazgil bo'linib turgan nisbiylik nazariyasi, kvant nazariyasi hamda termodinamika qatorli uch nazariyani mukammal biriktirgan tunji odam. Fizika ilmining haqiqiy ma'nosimi dal uning birlik kelishida. Mushu nuqtadan aytganda, Hawking haqiqatan ilgirkilar yetish tas bo'lgan saviyaga yetgan. Keyin Hawking yana orqa-orqadan vaqt yo'chiqi, to'rt o'lchamlik bo'shliq, tashlanat odam nazariyasi va planetlararo ko'chman bo'lish qatorliq nurg'un qisqarliq tepishmoqlarni o'tirib qo'yib, orqa-orqadan kishilarning qizg'inligini qo'zg'adi. Hamda nurg'un hayron qolarliq narsalarni bizga elib keldi.